Qizildaryo Denov shahri bo'ylab oqib, Budrashtepa yodgorligi yaqinida Surxondaryoga qo'shiladi. Daryo necha ming yillardan beri jo'shib oqqan. U tarix bilan hamnafasdir. Bugun Qizildaryo suvi kamayib ketdi. Mahalliy aholining aytishicha, yaqingacha daryo suvi eski Denov qo'rg'oni etaklarini yuvib turgan. Bugun esa daryodan asar ham qolmadi. U qo'rg'ondan ancha chekinib ketgan. Endi u bir irmoqqa aylangan xolos. Go'yo bu yerda qadimda daryo oqmagandek. Daxinav Denovni qadimda shunday atashgan. Yangi shahar, yangi qo'rg'on degan ma'noni anglatadi. Rivoyatlarga ko'ra, Jeynoq degan so'z bor edi xalqimizda. Bu yig'ilmoq degani, hayit kunlari Jeynoq, o'sha ma'nodan chiqib Denovga aylangan degan gaplar ham bor. Shu xalq bu yerga yig'ilavergandan keyin boyagilar arablar kelganda, ular Jeynoq yig'ilyapti degan gaplar bo'ladi. Yana bir arab sayyohining nimalarda Denovni shunday tasvirlagan. Bu yerda odam yashashligini bilmaymiz. Go'yoki o'rmonzor, daraxtzor. Ana shundan keyin shega yig'ilib asta-sekin endi Chag'anyon viloyati va Buxoro amirligi davrida oldin Chag'anyon davlati bo'lgan, buyuk davlat bo'lgan. Bu yerda adabiyotga, san'atga bo'lgan hukmdorlar tomonidan shoir, yozuvchilar bo'lgan e'tibor nihoyatda baland bo'lgan. Shuning uchun ham Firdavsiyning Shohnoma asarining 1000 bayti shu Chag'anyonda bitilgan. Daqiqiy hazratlar tomonidan. Daqiqiy 1000 bayti, hatto Firdavsiyning o'zi ham e'tirof etgan kitoblarda, Shohnoma asarida. Keyin asta-sekin bega Denov rivojlanaverib, oxirgi Buxoro amirligiga qaraydigan Chag'anyon viloyati bo'layotgan bo'lsa, asta-sekin Denov shakllana borgan she'rda. O'sha 16-asrlarda endi manbalarda yoziladi-ku, mana shu Denov qo'rg'oni, Said Otaliq madrasasi, lekin yana bir xabarga ko'ra madrasaga Amir Temur fatvo bergan. Said Otaliq madrasasi. Said Otaliq degan kishi homiylik qilib qurguncha Amir Temurning fatvosi bo'lgan ekan. Mirzo Ulug'bek davrida bu yerdan borganlar, bu Denovda shunday nima qurilmay qoldi u yoq deganda xazinaga qaraydi-ku hukmdor ham. Sal e'tiroz bildirganda bu bovoizi fatvosi bilan deganda o'rnidan turib ketgan ekan Mirzo Ulug'bek. Denovning eski shahar qismida yana bir tepalik bor. Bu Denov qo'rg'onidir. Qizildaryoning chap qirg'og'idagi ushbu tepalik 18-asrga mansub bo'lib, 5 qator katta devorlardan tashkil topgan. Devor ustida bemalol otliq askarlar yurgan. Hozir devorlarning bir qatori saqlanib qolingan xolos. Buxoro amirligi davrigacha qo'rg'onda Denov bekligi turgan. Bilasizmi, Denov qadimiy tarixga ega bo'lib, mamlakatimiz iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Mana bu biz o'rganayotgan Denov qo'rg'oni ham ana shunday arxeologik yodgorliklardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu qo'rg'onni tarixiy qimmati bo'yicha tadqiqotlar, izlanishlar olib borilyapti. Denov shahridagi tadbirkorlik va pedagogika institutida tarixga qiziquvchi o'qituvchi va talabalar sa'y-harakati bilan muzey tashkil etilgan. Muzeyda Denov qo'rg'onidan topilgan noyob va nodir arxeologik artefaktlar ham saqlanadi. Mana bu sapol buyumlari aynan Denov qo'rg'onidan topilgan. Ular 18-asrga mansubdir. Denov qo'rg'onida, ya'ni qazishma olib borganda juda ko'plab mana shunday mis nimalarni, ko'zalarni, kuzgilarni, sapol buyum parchalarini, hattoki zeb-ziynat buyumlari topilganligini biz mana bu yerda o'sha topilgan buyumlarni ma'lum bir qismlari saqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu 16-18-asrlarga oid hisoblanadi. Eng qadimiysi qaysi mana shu kulolchilik bo'yicha? Kulolchilik bo'yicha eng qadimgisi
mana shu Dalvarzin tepadan va Xolchiyondan topilgan sopol buyumlarni, kulolchilik buyumlarini, mana biz aytamizki, Yevropada sopol suv quvurlardan foydalangan deb. Biz Yevropada ancha oldin mana shu Dalvarzin tepadan, Xolchiyondan topilgan sopol suv quvurlari bu fikrimizni, tariximizni isboti hisoblanadi. Yana shu yerda shunday qo'shimcha qilishim mumkinki, bu Dalvarzin tepadan topilgan katta sopol nimalar, ko'zalar boshqa yodgorliklardan quyidagi eksponatlar farq qiladi. Bu nimasi bilan? Ya'ni masalan Dalvarzin tepadan topilgan sopol ko'zalar og'zining kattaligi va nimani sopol o'sha ko'zalarni hajmlarining kattaligini ko'rishimiz mumkin. Qo'rg'on devoriga chiqsangiz Denov tumani kaftdek ko'rinar ekan. Denov xuddi ulkan amfiteatrga o'xshaydi. Chor atrofini qurshab olgan Bobotog' va Boysun tog'larini esa xuddi zina poyaga qiyoslash mumkin. Bu manzarani ko'rib aslo ko'z uzolmaysan kishi. U naqadar qadimiy va betakrordir. Bu hududlar 17-asrdan boshlab bu qo'rg'on sifatida qurilgan, o'z asosiy 5 ta devordan iborat bo'lgan ekan. Atrofi 5 ta devor, mana hozir ko'rib turibmiz. Demak, o'shandan bittasi qolgan. Hozir tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, bemalol ustida demak arava bilan, otlar bilan demak yurish imkoniyatiga ega bo'lgan. 1890 hamda 1900-yillarda mana demak Qo'rg'onning shimolida joylashgan Qizilsuv daryosining shu o'zani demak doimiy oqishi natijasida ozroq qismi, ya'ni Qo'rg'onning bek turgan qismi yuvilib ketgan. Aynan bu hududlarda ikki xil Denov qo'rg'onida ikki xil qarash mavjud. 30 metrlik o'sha chuqurlikdagi zindon bo'lganligi haqida ma'lumot bor. Bitta tarixiy nimamizda, asarimizda, yana boshqa asarlarimizda esa 4 ta zindon bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Yillar davomida qo'rg'onning devorlarini qor, yomg'ir yuvib ketgan. U yil o'tgan sayin nurab boryapti. Devorlarning poydevor qismi mustahkam bo'lganligi boisgina devor saqlanib turibdi. Qo'rg'onni saqlab qolish uchun har yili devorlarning yon va ustki qismini loy bilan suvab chiqishadi. Denov milodiy 12-asrga mansub bo'lib, tarixnafis olim Sharofiddin Al-Yazdiyning Zafarnoma asarida Dehnov, yangi qishloq degan nom bilan tilga olinadi. Mana bu biz o'rganib turgan qo'rg'on esa Denovni mudofaa qudrati hisoblangan. Bu 16-17-asrga mansubdir. 1960 hamda 70-yillardan boshlab bu hududlarda mana bu o'zimizda demak qadimgi hamda o'rta asrlarda mavjud bo'lgan tarixiy obidalar bilan birgalikda o'rganildi bu hududlarda va shu o'rganilish jarayonida bu hududning hozirgi paytda qanchalik darajada demak nimaga ega bo'lganligi, hududi qanchaligi to'g'risida, keyin hududdan tashqari hozirgi paytda misol uchun bek turgan bo'lsa, bekning atrofida ham shu shaharning demak aholisi yashaydigan shahriston mavjudligi to'g'risida ham ma'lumotlar hozirgi kunda topilyapti va shu madaniy meros obyektlar ro'yxatiga kiritilib, hozirgi paytda ham shu 1960-yildan to hozirgi paytgacha ham arxeologik tadqiqotlar amalga oshirilyapti. Qo'rg'onning shimoliy qismida minora bo'lgan. Uni mahalliy aholi Kalla minor deb atashgan. Buxoro amiri Muzaffarxon davrida Denov bekligi soliq to'lashdan bosh tortadi. Bu voqea 1880-1885-yillarda ro'y beradi. Shundan keyin amir lashkarlari kelib, Denov qo'rg'onini yakson qiladi. Ana shunda Kalla minora ham vayron etilgan. Qazishma ishlarida nimalar topilgan bu yerda? Qazishma ishlarida asosan bu hudud o'zi kulolchilikka, keyin to'qimachilikka moslashgan hudud hisoblangan. Ya'ni aholining ehtiyojlariga qarab hunarmandchilik mahsulotlari yoki uy ro'zg'or buyumlari
tayyorlab berilgan. Ya'ni hunarmandlar tomonidan. Yo'q, shahar atrofida. Endi qo'rg'on asosan istehkom vazifasini o'tagan. Ya'ni istehkom vazifasi odam yashagan faqatgina shu bekning nimalari tomonidan. Ma'lum mulozimlar. Ma'lum mulozimlari turgan, beklikni boshqarish uchun, misol uchun soliq yig'uvchilar yoki shu oqsoqollar, ya'ni to'ralar ham deb o'tiladi, to'ralar, misol uchun shu, ya'ni bekka yaqin qarindoshlari turgan. Ya bu tashqi hududimizda demak hunarmandlarning ma'lum bir ustaxonalari ham mavjud bo'lganligi haqida ma'lumot keltiriladi. Biz muzeyda ko'rgan shu sopol idishlarimizni olish mumkin, tarixiy ashyolarning barchasi demak mana shu aynan shu demak 1757-yildan boshlab to 1920-yilgacha faoliyat yuritgan qo'rg'onning ichidan topilgan ashyoviy manbalar hisoblanadi. Savol tug'iladi. Balkim bu qo'rg'on bir karvonsaroy vazifasini ham bajargandir, chunki karvon yo'li yoqasida joylashgan-ku. Albatta. Demak, savdosi haqida to'xtaladigan bo'lsak, demak, savdo sotiq ham jadal rivojlangan ayni o'sha paytda. Misol uchun olishimiz mumkin Qosimbek yoki Suvonquli beklarning hukmronlik qilgan yillarida ham. Aynan bu savdo mintaqasining markazi deyilgan paytda, demak, bu hozirgi paytda mavjud bo'lgan, demak, qo'shni mamlakatimiz, demak, Tojikistonning Ko'lob yoki o'zimiz demak Termiz, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand orqali karvon yo'llarining demak chorrahasida joylashgan asosiy obyekt hisoblangan. Ya'ni ulardan kelayotgan mahsulotlarni demak ayri boshlash yoki o'zimizda yetishtiriladigan mahsulotlarni qo'shni hududlarga ham savdo aloqalari tufayli karvonlar orqali demak ma'lum bir miqdorda, ya'ni 1920-yilgacha bo'lgan davrda yetkazib turgan. Bugun Denov qo'rg'oni madaniy meros obyekti sifatida qo'riqlanadi. Arxeologik yodgorlikni odamlardan muhofaza qilish mumkin, lekin uni qor, yomg'ir, tabiatning injiqliklaridan saqlab qolish amri mahol. Chunki qadimiy qo'rg'on devorlari tobora nurab boryapti. Uni saqlab qolish va kelajak avlodga yetkazish bugun juda muhim. Tarixchi olimlarning ta'kidlashicha, Denov qo'rg'onida yer osti zindoni bo'lgan ekan. Yana bir yer osti orqali Said otaliq madrasasiga ham yo'l bo'lgan deyshadi. Demak, Denov qo'rg'oni hali o'rganilishi kerak. Demak, hozirgi kunda tarixiy obidalarni tiklash bo'yicha respublika miqyosida katta ishlar amalga oshirilyapti. Xuddi shunday, demak, bizni Denovimizni tarixini yoritish uchun, xalqqa demak oddiy, sodda tilda demak tushuntirib berish uchun ham hozirgi paytda o'sha qo'rg'onlarni restavratsiya qilish ishlari amalga oshirilyapti. Mana demak ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha holatda bo'lmasa ham shu bitta devor saqlanib qolgan. Demak, albatta bu tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan joylarni albatta muhofaza qilishimiz kerak. Sababi demak tarixni demak bilishimiz zarur. Tarixni qanchalik darajada demak yaxshi biladigan bo'lsak, kelajakda o'shanga qarab demak tasavvur qilishimiz mumkin. Shunday nuqtai nazardan demak tarixiy obyektlarni demak asrab avaylash, davlat muhofazasiga olish kun tartibiga qo'yilgan ekan. Albatta demak bu hududlarni o'rganishimiz kerak. Hozirgi paytda ham o'zim ham Surxon vohasi bekliklarida Buxoro amirligi siyosiy tarixda tutgan o'rni degan mavzu bo'yicha ishlarimizni amalga oshiryapmiz. Tadqiqot ishlari tarixiy manbalar orqali, arxiv manbalar orqali o'rganyapmiz. O'sha paytdagi demak beklar hamda Qushbek yoki Amir bilan olib borilgan yozishmalarda ham bu narsalar ko'zga tashlanyapti. Vaholanki demak biz tariximizni qanchalik darajada o'rganishga harakat qilsak, demak ertaga yosh avlodga, kelajakka shu tariximiz haqidagi aniq, tahliliy, kerakli manbalar asosida ma'lumotlar yetkazib bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. asrdan boshlab Denov alohida beklik sifatida faoliyat yuritgan. Aynan bu yerda Abdurahmonbek tomonidan 19-asrning 80-yillarida boshqarib boshlandi. Abdurahmonbek tomonidan boshqarilgandan keyin bu hududlarda aynan markaz sifatida hozirgi biz o'rganayotgan Denov qo'rg'onida demak beklar turib faoliyat yurita boshlagan. Aynan shu paytlardan boshlab demak to'g'ridan to'g'ri Buxoro amirligi tarkibiga kirgan bu hududlar janubiy, g'arbiy qismlari, shimoliy qismlari, shu bilan birgalikda Hisor, hozirgi demak Denovlar ham aynan Sharqiy Buxoro yerlari deb atalgan. Sharqiy Buxoro yerlariga demak bevosita Denov ham bog'liq hisoblanadi tarixi.
Aynan bu hududlarda 1885-yilda Qosimbek tomonidan 85-yilgacha boshqarilgan bo'lsa, aynan o'sha davrda Olmosbek ham demak beklik sifatida faoliyat yuritishiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Budrashtepa, Chag'anyon, Xolchiyon bu tarixiy nomlar qadim Baktriya bilan uzviy bog'liqdir. Biz ko'rsatuvimizda ushbu tarix haqida so'z yuritamiz. Denov tumanida antik davriga oid ko'plab arxeologik yodgorliklarni uchratish mumkin. Shulardan biri Xolchayon yodgorligidir. Ushbu tepalik bilan bog'liq tarix bor. O'tgan asrning 50-yillari oxirida Xolchayon jamoat xo'jaligi yerlarini kengaytirish maqsadida qurilish boshlanadi. Shunda buldozer tuproq surayotib tosh ustunlariga duch keladi. Bu antik davrga mansub noyob arxeologik yodgorliklar edi. 1960-yilda ilk bor arxeolog Galina Pugachenko Xolchayon yodgorligida ilmiy ekspeditsiya ishlarini olib boradi. Bu Xolchayon yodgorligi antik davrda so'nggi bu ilk o'rta asrga oid asosan Maslahat tepa masalan o'rganilgan paytida bu yerda mahalliy hokimga oidligi bilingan katta bir saroy topiladi. Saroyni umumiy o'lchami 4 burchak kvadrat shaklda, zalni umumiy eni 8 metrni tashkil qiladi. Supani o'zi esa 2 metrdan uzunroq qiladi. Balandligi albatta baland, 6-7 metr balandligida. Bular old tomoni ravoq ko'rinishda ganchlar ishlangan. Pastki tomonda esa o'sha davrga oid hukmdorlarning tasvirlari keltirilgan. Bu juda ham noyob topilma hisoblanardi bu hududlar bo'yicha. Chunki bu nimani miloddan avvalgi 1-2 asr va milodiy 2 asrga oidligi keyin arxeologik topilmalarni tadqiq qilish natijasida isbotlandi. Bir qator arxeologik ma'lumotlar, arxeologik topilmalar topildi bu yerdan. Zeb-ziynat buyumlari, tangalar, misdan, temirdan, oltindan yasalgan buyumlar, harbiy aslahalar, sopol buyumlar ko'plab topildi. Xolchayon Yunon, Baktriya va Kushonlar davri madaniyatiga oid yodgorlik majmuasi bo'lib, miloddan avvalgi 4-5 asrga to'g'ri kelardi. Xolchayon bir necha tepaliklardan iboratdir. Bular Xonaqoh tepa, Qorabog' tepa, Maslahat tepalardir. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Xonaqoh tepadan miloddan avvalgi 2-1 asrga oid hukmdor saroyi qoldig'i topiladi. Qoratepadan ham asosan katta bir binoni qoldiqlari topilgan. Bu da to'rtburchak shaklda, asosan devorlari qalinligi 2 metrdan Maslahat tepaniki kabi 4 metrgacha bo'ladi. Biz hozir aytayotgan o'sha Xolchayondan topilgan asosiy ustunlar, 4 ta ustun tagi tosh nimaga o'tkazilgan. Buni biz ayni paytda nimada ko'rishimiz mumkin? Termiz shahrida joylashgan Qoratepada bor bu nimalar. Bular endi buddaviylik nimasi bilan bog'liq bo'lgan nima, hozir ham saqlanib qolgan bu yerda o'sha nimalar. Shuningdek, geografik joylashuvi, suvga yaqin bo'lganligi va aynan shu yo'nalish bo'ylab agar ketadigan bo'lsak, biz Denovni keyingi nimalar, Dunyo tepa degan tepaligimiz bor. Bu Budrash tepadan keyingi markazi ilk o'rta asrlar so'nggi bosqichiga oid deb taxmin qilinadi buni. Undan esa yana ham janubga qarab borgan sari bu yerda Budrash tepani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Budrash tepa ham Denovning eng qadimiy markazlaridan biri hisoblanadi. Xolchayonda olib borilgan arxeologik qazishma ishlari natijasida antik davr me'morchiligi to'g'risida ko'plab ma'lumotlar qo'lga kiritiladi. Xolchayon saroyi qurilish jihatidan g'oyat muhim yodgorlik sanaladi. Bino poydevori kvadrat shakldagi xom g'ishtlardan ishlangan. Ularning sirtiga turli shakldagi tamg'alar bosilgan. Bino bir qavatli, usti tekis qilib yopilgan bo'lib, tashqi qalinligi 2,2 metr, ba'zi joylar esa 4 metrga yetgan.
Zal va ayvon devorlarining pastki qismida devoriy surat izlari topilgan. Yuqori qismiga esa haykalchalar ishlangan. Kushonlar davri yo'yjilarning kirib kelishi, bu nima Geray mahalliy hokimga oid deb Pugachenko aytgan arxeolog olimamiz. Shu bilan birgalikda bu yerda bundan oldingi Yunon Baktra zamonida yashagan hukmdorlarning tangalari ham topilgan. Diodotga oid, Dimitrisga oid bo'lgan bir qator tangalar ham topilgan. Bu yana bir ahamiyatli tomoni o'sha davr haqida bizga juda ham muhim ma'lumot beradigan insonni bosh qismida tasvirlangan, ham ganch nimasi bilan ham devoriy suratlarda tasvirlangan tasvirlari. Bu bizga endi o'sha paytdagi insonlarning tashqi ko'rinishi, antropologiyasiga oid ko'plab ma'lumotlar beradi. Juda ham bir eski bir holatda saqlanib nima qilingan. Bu ayni paytda geografik joylashuvi Denovni bu Kunchiqish tomonida, hozirgi markazga nisbatan, chunki Denov qadimiy shahar bo'lgani uchun markazlari o'zgarib turgan. Bularning eng qadimlaridan biri hozir Xolchiyon deydigan bo'lsak, Xolchiyon Surxondaryoning o'ng sohiliga yaqin bo'lgan nimada, muhtamalan bu yerdan kanal sun'iy tarzda qazib kelingan, chunki suvga yaqin bo'lgan joyda qurilgan tepaliklarda ma'lum bir qismigina saqlanib qolgan. Bu 3 ta tepalikni 3 ta tepalikning ikkinchi asosiy qismi o'rganilishi bu 62-63-yillarda Qoratepa o'rganilgan. E'tiborli jihati shundaki, ushbu muzeyda Xolchayon tepaligidan topilgan yer osti sopol quvurlari ham saqlanadi. Denovning tarixi siz va bizga ma'lum bo'lgan, demak, Chag'onrud, ya'ni Surxondaryo nomi bilan albatta bog'liq. Uni aynan demak Chag'onrud, ya'ni Chag'onyonning tarixi miloddan avvalgi 1000-yilliklardan to 16-milodiy, demak 16-asrgacha bo'lgan tarixni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda ham demak davom etib kelmoqda, faqatgina demak nomlari o'zgargan holatda. Aynan demak 10-asrlarda aynan bu hududlarda Chag'onyonda aynan Chag'onyon davlatining demak shakllanish jarayoni yuzaga keladi. Topilgan ashyoviy dalillar shu qadar noyob ediki, uni tasavvur qilish qiyin. Devoriy suratlar orasida ayniqsa 2 erkak va 1 ayol tasviri kishini o'ziga tortadi. Birinchi suratda erkak kishining bosh qismi tushirilgan tasvirlarni kuzatish mumkin. Unda o'spirin yigitning kalta to'lqinsimon sochlari va qora ko'zlari, dumaloq iyagi, yarim oy shaklida chizilgan qora qoshlari, qirra burni ko'zga tashlanadi. Budrash tepani to'g'ridan nima aytadigan bo'lsak, agar ustozimizga asoslantirgan bo'lsa, ilk o'rtasiga borib taqaladi. To'xtashan Naif u yerda tadqiqot olib borgan arxeolog olimimiz. Bu ilk o'rtasiga borib taqaladi. Xolchiyon esa bu antik davrga oid. Antikni eramizdan avvalgi, bu antik qadimiy davr hisoblanadi. Miloddan avvalgi 4-milodiy 4-asrlarni o'z ichiga oladi. Bular Xolchiyondagi asosiy o'sha o'rganilgan tepalar milodiy 2-asrga oidligi beriladi. Bundan keyin esa Dunyo tepani joylashgan joyi, geografik o'rni, bu da Surxondaryoning o'ng sohili, lekin bu yerda Denovning ichidan oqib o'tadigan Qizilsuv daryosi bor. Buni irmog'i u yerdan oqib o'tadi. Ya'ni men demoqchi bo'lganim, albatta bu o'troq hayot kechish tarzida bu yerda insonlar yashayotgan bo'lsa, qo'rg'on albatta qurilgan bu yerda suvga ehtiyoj bo'lardi. Va shuning uchun suv o'zaniga yaqin bo'lgan joyda qurilgan hisoblanadi. insonlar ehtiyoji uchun kerak bo'lgan suv va dehqonchilik uchun asosan ishlatiladigan bu narsa hayot manbai suv deyiladi. Bularni masalan Dalvarzin tepa bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lashimiz kerak. Dalvarzin tepa bu Eftalilar davrida ma'lum bir hujumdan keyin bir qismi hayot shaharda saqlanib qoldi. Arablarda kelgandan keyin esa Budrash tepaga ko'chdi. 10 chaqirim shimoliy sharqiy qismida joylashgan bu nimasi Budrash tepa. Budrash tepada shu shaklda davom etdi. Ayni paytda hozirgi bu yerga ko'chib kelishi bu 16-asr oxiri 17-asr bilan bog'lanadi. Bungachadan bu yerda aholi yashagan bu hududlarda. Hozir yonimizda ko'rib turganimiz Qizilsuv daryosi bu yerga yaqin. Bu nimasi tabiiy geografik jihatdan qo'rg'on yuqori mudofaaga moslashgan bo'lgan. Qorabog' tepaning atrofi mudofaa devor bilan o'ralgan bo'lib, qalinligi 8 metrga teng.
Bu tepalikda hayot milodning 3-asrgacha davom etganligi haqida Vasudeva bir tangalari guvohlik beradi. Umuman Xolchayondan 50 dan ortiq turli asrlarga oid tangalar topilgan. Bu yerda biz dino nafaqat kulolchilik, balki hunarmandchilik, savdo sotiq rivojlanganligini buyuk ipak yo'li bilan bog'lagan holda mana bu yerda jun titish dastgohini aytishimiz mumkin. Mana bu yerda nafaqat chorvachilikning rivojlanishi natijasida bu yerda biz hunarmandlarni o'sha jundan tayyorlangan namatlarni, kigizlarni, turli xil anjomlarni mana shu dastgoh orqali junni titib, yigirib tayyorlanganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi bitta narsa, biz albatta mana shu nimani muzeyimizning yana bir e'tiborli tomoni bu misgarlikning denoda, ya'ni o'rta asrlarda misgarlikning rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana mis ko'zalar, o'sha qo'lda tayyorlangan mis ko'zalar o'ziga xos, ya'ni suv saqlanadigan ko'za sifatida foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Xolchayonda topilgan ayol haykali ham diqqatga sazovordir. Yuzi keng, oq, dubulg'a toshda hurpaygan sochlari aniq ko'rinib turadi. Haykal parchalari orasida Xolchayon sozandalari, haykalchalarning parchalarini uchratish mumkin. Arxeologlar Markaziy Osiyoga Yunonlar ma'budasini Aleksandr Makedonskiy olib kirgan degan g'oyani ilgari suradilar. Qadimiy tarixiga oid bo'lgan eng asosiy yodgorliklar Budrash tepa va Xolchayon, bu tepa 3 ta tepalikdan iborat. Bu hududlarda afsuski aytarli darajada arxeologik tadqiqotlar olib borilmayapti. Xususan bu nima bo'yicha san'atshunos institut olimlari ba'zi bir tadqiqotlarni olib bordi. So'nggi yillarda To'xtash Annayev Budrash tepada amalga oshirgan ishlar bor. Bundan keyingi ishlar deyarli amalga oshirilmadi. Albatta o'ylardimki, hozir har bir respublikamizning hududi qanchalik tarixiy ahamiyati, muhimligini his etayotganimizni o'zimiz ko'rib turibmiz. Yoshlarimizga bu haqda ma'lumotlar berishimiz kerak. Bizda esa mana shunaqangi ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtirgan yodgorliklarimiz bor. Bularni o'rganish kerak deb o'ylayman albatta. Oltinsoy tumani o'zining go'zal tabiati, Purbuqor tog'lari bilan bir qatorda qadimiy yodgorliklari bilan ham mashhurdir. Qoratepa arxeologik yodgorligi ana shulardan biridir. Nima uchun uni Qoratepa deyishgan? Ushbu madaniy meros obyekti qaysi davrga mansub? Bu haqida kelgusi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilamiz. Dasturlarimizda kuzatib boring.